Kastiliya va Leon tabiat merosi fondi Unikaha xayriya jamg'armasi hamkorligida taqdim etadi. CINTV va TVE mahsuloti. Ob-i hayot. Dengiz aqlni shoshirib qo'yadigan mavjudotlarni o'z bag'rida yashirib keladi. Bu g'aroyib mavjudotlar xuddi boshqa sayyoradan yoki boshqa olamdan kelib qolganga o'xshaydi. Holbuki bu mavjudotlarning hammasi dengizda yashasa-da, ularning mavjudligi butunlay dengiz tubi bilan bog'liq. Dengiz tubida. To'lqinlar ostida pog'ona bo'lib yastanib yotgan dengiz tubi mavjud. Ancha bepoyon bo'lgan bu suv osti kengliklari ko'plab mavjudotlar uchun boshpanadir. Pastda bir xil ko'ringan to'lqinlar ostida hali kam o'rganilgan suv osti dunyosi bor. Tepadan turib dengiz tubi bu qadar turfa xil bo'lishini tasavvur qilish qiyin. Yer yuzasidagi kabi suv tagida ham tuproq qatlami turi, yo'nalish va geografik joylashuv muhim ahamiyatga ega. Bu omillarning har biri suv osti maydonlari muhitida turli sharoitlarni yuzaga keltiradi. Shuning uchun u yerdagi barcha maydonlar bir-biridan farq qiladi. Quyosh nurlari bu joylarga zo'rg'a yetib kelyapti. Pastga tushgan sayin bu nurlar batamom so'nib, g'oyib bo'ladi. Ba'zi qirg'oqlar quyosh saxiylik bilan nur sochadigan suv ostidagi keng tekisliklarga ulanib ketadi. Boshqa qirg'oqlar esa bundan farqli o'laroq qorong'u chuqurliklar bilan boshlanadi. Hamma joyda taqdiri qoya, qum va detrit, ya'ni mayda organik zarralardan hosil bo'lgan dengiz tubi bilan bog'liq bo'lgan g'aroyib mavjudotlar yashaydi. Bu alohida, boshqalarga o'xshamagan, sirli va juda ko'p savollarga sabab bo'ladigan butun bir olamdir. Dengiz tubida nimalar bor? U nimaga o'xshaydi? Unda qanday sir yashiringan? Bu savollarning barchasiga biz dengiz tubidan javob topamiz.
dengiz tubi o'ziga xos alohida bir joy. Ekologlar buni bentos, ya'ni suv tubida hayot kechiradigan jonivorlar va o'simliklar muhiti deb atashadi. Aslida bu so'zning o'zi tub, chuqurlik ma'nosini anglatadi. Dengiz qa'rida yashashga moslashgan tirik organizmlar majmui bu chuqurliklarni o'zining makoni qilib olgan. Aynan o'sha qorong'u chuqurliklar bag'rida hali oshkor bo'lmagan ko'plab sir-sinoatlar saqlanib yotibdi. Minglab cho'kib ketgan kemalarning qoldiqlari dengiz tubiga jo bo'lgan va ular endilikda qirg'oqlarning serhadik baliqlariga boshpana bo'lgan. Bu zangdan yemirilib ketgan kema korpuslari dengiz tubi kengliklaridagi minglab sirlardan biridir. Boshqalari esa yanada qiziqarli, shu bilan birga vahimalidir. Akulalar mahoratli suv osti ovchilaridir. Ular barcha dengizlarning asosiy yirtqichlaridir. Bu qadimiy turning ajdodlari 300 million yil oldin ham mavjud bo'lgan va hozirgacha yirtqich sifatida ular muhim rol o'ynaydi. Akulalarning ba'zi turlari dengiz tubiga juda yaqin joylarda ov qilishadi. Aslida kulrang akulalar ham bentos, ya'ni suv tubida hayot kechiradigan jonivorlar va o'simliklar muhitining to'laqonli a'zosidir. Ular qirg'oqqa yaqin joylarda yurishni afzal ko'rishsa-da, lekin akulalarni 300 metrdan ziyod bo'lgan chuqurliklarda ham uchratish mumkin. Kulrang akulalar tungi yirtqichlardir va boshqa ulardan kattaroq hamda vahshiyroq turdoshlaridan farqli o'laroq kulrang akulalar ko'pincha dengiz tubida izg'ib yurishadi va aynan o'sha yerda ular ko'proq o'lja tutishadi. Kulrang akulalarning ov qilish uslubi boshqa turlariga nisbatan biroz noodatiyroq. Ular to'da bo'lib, qoya tubliklarini tekshirib yurishadi. Kulrang akulalar tumshug'ini suqmagan bironta ham pana joy qolmaydi. Ularning bittasi o'ljani topishi bilan uni tutmaguncha tepasida eshilib, buralib aylana boshlaydi. Bunday xatti-harakatlar esa boshqa akulalarning ham e'tiborini jalb qiladi va ommaviy to'z to'polonda har bir akula o'ljadan bir bo'lak olib qolish uchun kurashadi. Lekin kulrang akulalarning barcha harakati ham samara beravermaydi. Aslida ular biroz beso'naqroq va ko'plab urinishlari hamda hujumlariga qaramasdan o'ljalari odatda kulrang akulalardan qutulib qolishga muvaffaq bo'ladi.
Ular ov qilib yuradigan qoyali tublar o'z navbatida ko'plab boshqa mavjudotlarga ham boshpana bo'lib xizmat qiladi. Bu chuqurliklarda yirtqichlardan himoyalanish chorasini topish juda muhimdir. Yashab qolish uchun doimiy kurash bu yerda ko'p uchraydigan jonivorlarning tanasini muhitga moslashtirib qo'ydi. Ko'plab turdagi mavjudotlar bentos, ya'ni suv tubida hayot kechiradigan jonivorlar va o'simliklar muhitida yashashga moslashgan. Ignaterlilar, ya'ni dengiz yulduzchalari va tipratganlari bu muhit jonivorlaridir. O'tkir lekin mo'rt ninalar bilan qurollangan dengiz tipratganlarining deyarli dushmanlari yo'q va ular bemalol dengiz tublarida harakatlanib yuraverishadi. Dengiz tipratganlari xavfsizlik evaziga tezlikdan voz kechishgan. Bu muhitdagi jonivorlar orasida qalqon baliqlar alohida ajralib turadi. Dengiz tubining beshafqat hayotiga moslashishda ularga teng keladigan yo'q. Niqoblanish borasida ham qalqon baliqlarga uncha-muncha mavjudot bas kela olmaydi. Ularni dengiz buqalamoni deb atash ham mumkin. Qalqon baliqlarning tashqi ko'rinishi rangini o'zgartirib, niqoblanishiga imkon beradi. Ya'ni qalqon baliqlar har qanday narsaning yuzasida yotganda o'sha narsaning tusiga kiradi. Qiziq taraf shundaki, ularning og'zi va ikkala ko'zi tanasining bir tomonida. Tug'ilganda boshqa baliqlardagi kabi ularning ko'zlari har ikki tomonda bo'ladi. Lekin 1 santimetrgacha o'sgandan keyin qalqon baliqlarda keskin o'zgarish sodir bo'ladi. Bir ko'zi surilib, ikkinchi ko'zining oldiga kelib qoladi va buning oqibatida bosh suyagining tuzilishi ham o'zgarib ketadi. O'rta Yer dengizining quyoshli qirg'oqlarida yastanib yotgan dengiz tubi dunyodagi barcha dengiz va ummonlar orasida eng chiroylisi hisoblanadi. Bu ummon Poseydoniyalar deb nomlangan suv o'simliklaridan iborat chakalakzordir. Poseydoniyalar suv o'tlari emas. Ular suvni zabt etgan bir pallali yopiq urug'liklar turkumiga mansub baland o'sadigan o'simliklardir va ular butun suv osti o'tloqlarini hosil qilgan. Bu ekotizm shaffof, iliq va sokin oqadigan suvlarda rivojlanadi va ko'plab dengiz jonivorlari hayotida muhim rol o'ynaydi. Poseydoniya yildizlari qumlarni ushlab qolish xususiyatiga ega bo'lib, murakkab muhitni hosil qiladi. Ya'ni buning natijasida tonnalab cho'kindilar qatlami yig'ilib, oqimni sekinlashtiradi va suvni kislorod bilan to'yintiradi. Bundan tashqari uning uzun poyalari orasiga ko'plab o'simlik va jonivorlar joylashib olib, u yerdan ko'plab ozuqa va yegulik topishadi. Bu yer xuddi yaylovga o'xshaydi. Ya'ni baliqlar to'dasi Poseydoniyalarning yangi unib chiqqan mayin barglarini yoki ularning tanasiga yopishib olgan suv o'tlari hamda umurtqasizlarni yeyish uchun bu yerga yig'ilishadi. Bu chayqalib turgan dengiz o'tloqlarida har doim turfa xil baliqlar suzib yurib, ulardan bolalar bog'chasi yoki o'ldirixlarni qo'yadigan inkubator sifatida foydalanadi.
Hamma dengiz tublarida ham bunday sermahsul yaylovlar bo'lavermaydi. Sovuq Atlantika qirg'oqlarida Poseydoniyalar o'smaydi. Lekin mana bu Ummon tubida ham mo'l ko'lchilikni kuzatish mumkin. Bu yerdagi muhit sharoiti keskin farq qiladi. Oqim biroz kuchliroq, suv sovuqroq, loyqaroq va ozuqaga boyroq. Natijada Ummon tubida u yerda yashagan va o'lgan son sanoqsiz mavjudotlarning qoldiqlari yig'ilgan. Burama va yassi chig'anoqlarning millionlab tonna bo'laklari va boshqa qoldiqlar Ummonning qumli tubini qoplab olgan. Bu yerda ular yig'ilib, asta-sekinlik bilan uvalanib ketaveradi. Bu yerdagi bentis, ya'ni suv tubida hayot kechiradigan jonivorlar va o'simliklar muhitini hayot nafasiga to'la qabristonga o'xshatish mumkin. Lekin bu g'alati joyning ozuqaga boy va sermahsul bo'lishiga ishonish qiyin. Bu yerda ko'plab qo'sh tabaqalilar yashaydi. Yosh qisqichbaqasimonlar hamda baliqchilar esa bu yerda hayotlarining ilk kunlarini o'tkazishadi. Bu joylarda yashaydigan mavjudotlarning hayoti ularni berkitib va himoya qilib turgan juda ko'plab noorganik bo'laklarga bog'liq. O'z navbatida bu yerda yashaydigan mayda baliqlar, lichinka va mollyuskalarning katta jamoasi bu beqaror muhitda harakatlanishga juda usta bo'lib ketgan yirtqichlar e'tiborini jalb qiladi. Bu yerda dengiz yulduzchalarini ko'plab uchratish mumkin va ular bu joylarda tirik qo'sh tabaqalilarni topishni juda yaxshi o'zlashtirib olishgan. Ularning kuchli oyoqlari qo'sh tabaqalilarning chig'anoqlarini qiynalmasdan ochib, bemalol yutishiga imkon beradi. Karakatitsa va sakkizoyoqlar qo'sh tabaqali mollyuskalarning uzoq qarindoshlari hisoblanadi. Lekin ular butkul boshqacha hayot kechiradi. Ular bentis, ya'ni suv tubida hayot kechiradigan jonivorlar va o'simliklar muhitining bir qismi hisoblansa ham, juda harakatchan va etxo'r hisoblanishadi. O'ljalariga ko'rinmasligi uchun dengiz tubida tusini o'zgartirish va chaqqonligidan ustalik bilan foydalanishadi. Sayyoramizdagi eng g'aroyib dengiz tubi Malukka dengizi tubidir. Sulawesi dengizi tubi bir qarashda g'arib ko'rinadi. Bu yerda cho'kindilar va vulqonlar otilishdan so'ng paydo bo'lgan qoramtir bo'laklardan boshqa hech narsa yo'qdek go'yo. Dengiz tubi xuddi u yerni chang qoplab olgandek ko'rinadi. Lekin bu ko'rimsiz va
g'arib manzaralar ortida zoologiya mo'jizalariga to'la Bentus muhiti yashirinib yotibdi. Bu ekotizm xuddi o'zga sayyoraliklar yashaydigan joyga o'xshaydi. Ular bamisoli begona muhitda yashirinish uchun niqoblanib olgan suvda yashayotgan marsliklarga o'xshab ketadi. Bu yerdagi bir xil ko'rinishdagi chuqurliklarda suzib yuruvchi zarralar va loyga o'xshash qatlamlarda sezilmasdan qolish juda qiyin, lekin shu bilan birga bu narsa yashab qolish uchun juda muhim. Bu g'alati joyda yashab qolishning har xil choralarini ko'rish mumkin. Mana bu ilon baliqsimon laqqa baliqlarning bolalari to'da bo'lib suzib yurishadi va baravariga harakat qilib, suv tubidan topgan ozuqalarni yutishadi. Baliqlar to'dasi doimo harakatda. Ular baravariga harakat qilib, o'zining yorqin ranglari bilan yirtqichlarni chalg'itadi. Tutilmaslik uchun sezdirmasdan qolish eng yaxshi choradir. Shuning uchun mana bu mitti dengiz otchalari qoya marjonlarga o'xshab ko'rinadi. Karakatitsalar ranglarini o'zgartirib, berkingan joylarining tusiga kiradi. Faqat o'ta sezgir kuzatuvchigina ularni payqashi mumkin. Biroq yirtqichlar ham aynan shu usuldan foydalanadi. Masxaraboz baliqlar oilasiga mansub mana bu chuqur suvlarda yashaydigan baliqlarning tanasi o'zgarib, o'ziga xos katta ko'rinishga ega bo'lgan. Ularning suzgichlari xuddi kesilganga o'xshaydi va yurish vazifasini bajaradi. Bu baliqlarning boshi qayoqda-yu, dumi qayoqdaligini aytish qiyin. Kichik mavjudotlarni tutish maqsadida ular kunning ko'p vaqtini qimirlamay, payt poylab o'tkazishadi. Bu yerdagi yirtqichlarning ko'plari suzish mahoratlarini yo'qotgan, ammo chalg'ituvchi ranglari va juda tez harakati ularni eng mohir ovchilarga aylantirgan. Tinch okeanining bu kichik burchagida turli ummonlardan kelib, dengiz rang-barangligining ajoyib mozaikasini hosil qilgan faunani uchratish mumkin. Sulawesi dengizining iliq va qoramtir suvlari turfa mavjudotlardan iborat rang-barang o'zgarib turuvchi o'ziga xos bir olamdir. Dengiz tubida sudralib yuruvchi baliqlar, g'alati shakldagi 8 oyoqlar, yonib turadigan dengiz tipratikanlari. Bu noyob jonivorlarni birma-bir sanab adog'iga yeta olmaysiz. Biroq ular dengiz tubida kechadigan hayotning kichik bir ko'rinishidir.
Qayoqqa qaramang, hamma joyda dengiz buyuk jumboq bo'lib qolaveradi. Har yili yangi mavjudotlar, yangi hayot ko'rinishlari va hatto yangi ekotizimlar kashf qilinyapti. Va ularning bizga ma'lum bo'lmagan hali yana qanchasi dengiz tubining sirli Bentis muhitida kashf etilishini kutib yotibdi. Film Dunyo bo'ylab telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.